Bugungi xotira suhbat ma'ruza konsertimiz 20-asr o'zbek musiqa tarixida o'chmas iz qoldirgan betakror bastakor, dirijor, g'ijjak, tambur, dutor, cholg'u sozlarining mohir ijrochisi sozanda O'zbekiston xalq artisti, buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibi To'xtasin Jalilov ijodiga va bastakor tomonidan yaratilgan Tohir va Zuhra musiqali dramasining 85 yilligiga bag'ishlanadi. Mashhur kishilar haqida gap ketganida uning necha yil yashaganligi haqida emas, balkim elga, yurtga nimalar ma'naviy meros qolganligi haqida so'zlanadi. O'zbek xalq musiqa boyligini to'plash, ularni ko'z qorachig'idek saqlashda To'xtasin Jalilov juda ulug'vor ishlar qildi. Bir marta tinglagan ashula va kuylarni o'zlashtirib olar va unutmas edi. O'zbek va uyg'ur xalq musiqa ijodiyotining bir necha yuzlab namunalarini ustoz umrining oxirigacha ijro etadi. Akademik vokal artisti bo'limi o'qituvchisi Husanboy Jo'rayev, jurnalist Zuhraxon Madaminova va Akmaljon Oxunjonovlar. Uning ismini To'xtasin deb qo'yishdi. Bu endi o'lmasin, to'xtasin degan niyat va orzu edi. Elning ilmi shunday edi. To'xtasindan so'ng yana 3 o'g'il va 1 qiz dunyoga keldi. To'xtasin yoshligida ko'p hayot qiyinchiliklariga duch keldi. Sababi otasidan erta yetim qolganligi va tirikchilik yo'lida turli xonadonlarda xalifa bo'lib xizmat qildi. Aynan shu xizmatlari davrida san'atkorlar bilan bo'lgan suhbatlar To'xtasinda musiqaga ixlos uyg'otdi va shu yo'lni tanlashda turtki bo'ldi. Bastakorning musiqa tomon tashlagan ilk qadamlari ana shunday boshlangan. Qo'shiqlar aytib davralarda tanila boshladi. Qo'qondan qo'qonlik Yusufjon Changchi nazariga tushdi. G'ijjak, dutor, tambur sirlarini qunt bilan o'rgandi. Hamza Akilzoda tomonidan tuzilgan tashviqot ansambliga taklif etildi. Suhbatimizni davom ettirishdan oldin yana bir musiqa misolini e'tiborlaringizga havola etamiz. To'xtasin Jalilov musiqasi, Sobir Abdulla so'zi, Tohir va Zuhra musiqali dramasidan Zuhra ariyasi ijro etadilar. An'anaviy xonandalik bo'limi 11-sinf o'quvchilari Dilnura Bardayeva, Mehrangiz Xotavaliyeva, o'qituvchi Sitora Egamberdiyeva sinfi.
Shohxonim Jalilova, Salohiddin To'xtasinov, Xolida Jalilova, Dehqonboy Jalilovlar otasidan boshib, o'zbek san'ati rivojlanishiga munosib hissa qo'shdilar. Navbatdagi tinglaydigan qo'shig'imiz To'xtasin Jalilovning to'ng'ich farzandi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, bastakor, dirijor Xolxo'ja To'xtasinov aylagach ijro etadi. Bahoni ixtisoslashtirgan maqom musiqa internati an'anaviy xonandalik yo'nalishi 5-sinf o'quvchisi Javohir Xolidjon, o'qituvchi Ahlojon Kattaboyev sinfi. To'xtasin Jalilov ijodiga bo'lgan qiziqish maktabining sobiq o'quvchisi, Respublika va xalqaro tanlovlar sovrindori, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining kompozitorlik san'ati mutaxassisining 2-bosqich o'quvchisi, talabasi
Bekzodbek Tursunboyev bizga hozir ta'lim tayyorlov haqida qisqacha ma'lumotlarni berdi. Bugun sizlar bilan buyuk xizmatlari uchun orden sohibi, O'zbekiston xalq artisti, sozanda, dirijor, davra bastakor, Andijon xo'jalik ijrochiligi maktabi asoschisi, Vodiy bastakorlik maktabi Karvon boshchisi, To'xtasin Jalilovning yorqin xotirasiga hamda bastakorning shoh asarlari hisoblangan Xalqaro musiqali dramasida shu asar tafsirligi o'zbek to'ylarini chinakam ma'nodagi madhiyasiga aylangan To'ylar muborak qo'shig'ining 85-yilligi va yangi Tohir Barzakov musiqali dramasining to'yi munosabati bilan samimiy muborakbod etaman. Tashkil etilgan xotira kechasida ishtirok etganmiz. Men usta haqida shu kunga qadar aniqlagan ijodiy bisoti hamda 9 kasbiy sifati xususida to'xtalib o'tmoqchiman. Bastakor To'xtasin Jalilov serqirra, seruslub bastakor, mohir sozanda, hofiz, dirijor, faol tashkilotchi, targ'ibotchi, jamoat arbobi, pedagog sifatida hamda o'zbek musiqa san'atida o'zini ildizini, o'chmas izini qoldirgan yirik sulola Jalilovlar sulolasi asoschisi kabi jihatlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Bastakor sifatida To'xtasin Jalilov 250 dan ortiq rang-yorang kuy qo'shiqlar. E'tibor bering, 250 dan ortiq kuy qo'shiqlar, yangilar. Mana hisobim bo'yicha so'nggi yillardagi tadqiqotlarim 59 ta musiqali drama. Umuman bastakorlikda kamdan-kam holatlar faqat To'xtasin Jalilovda uchraydi. Shu romans janrida peshqadamliklarga kelib kelgan. To'g'ri To'xtasin Jalilov 20-asr o'zbek bastakorlik ijodiyotini sultoni desak yanglishmagan bo'lamiz. Chunki bastakorning musiqa asarlari o'zining xalqonligi, milliyligi va zamon va makon tanlamasligi bilan alohida ajralib turadi. To'g'ri o'zbek musiqasini zargardir aytsak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. To'xtasin Jalilovning ilk debyut asari 1918-yilda yozilgan Signal kuyi. Bu asar cholg'u varianti yozilgan, keyinchalik ashula qo'shiqlarga mavjud. Bastakor To'xtasin Jalilov o'zbek teatr tarixida musiqali drama janri, milliy mumtoz musiqali drama janri asoschisi, targ'ibotchisi sifatida musiqali teatrimiz tarixida o'chmassiz qoldirilgan. Yana bir noyob jihatlari To'xtasin Jalilovning noyob xotira egasi, absolyut so'zli, ya'ni mutlaq eshitish qobiliyatiga ega bo'lgan bastakorlar. 2000 dan ortiq o'zbek, uyg'ur xalq kuylarini yoddan bilgan va asarlarida, musiqiy sahnaviy asarlarda, bastakorlik asarlarida mohirona qo'llagan va xalqimizga qayta taqdim etgan bastakor sifatida gapiradi. Yana shuni aytishimiz kerakki, musiqali teatrlarda, respublikamizning musiqali teatrlarida 4-5 sozandadan simfonik orkestr tashkil etgan, simfonik orkestrga milliy cholg'u sozlarini kiritgan novator sifatida ko'rinadi. Ijodiy faoliyatini gullab yashlashida shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, 3 ta o'g'il juda katta mehnat. Mana katta o'g'illari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, bastakor, bosh dirijor, muqimiy teatrida, Andijon bo'sh teatrlarida ishlagan faoliyatini olib borgan Xolxo'ja To'xtasinov, undan keyin Salohiddin To'xtasinov va ijodining ko'p qismini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, san'at arbobi, Farg'ona viloyat musiqali drama teatri, avvalgi nomi Maysin Ko'rki nomidagi Farg'ona viloyat musiqali drama va komediya teatrining birinchi va oxirgi dirijori. Dehqonboy Jalilov juda ko'p asarlarini, musiqali dramalarni, bastakorlik asarlarini, kuy qo'shiqlarini, nota varaqlarga muhrlagan shaxs sifatida e'tirof etiladi. Dastlabki musiqali dramalar Andijon viloyat musiqali drama va komediya teatrida To'ylarga qaragan bo'lsak, 20-yillar oxirida Lola Xonimov, To'xtashiboyev, Hujum, Oyxon, Halima, 8-mart, Bobot, Tasvar, boshqa musiqali dramalar. O'zbek musiqali teatri sahnasida Gulsara, shuni ham aytib o'tishim joizki, Gulsara musiqali dramasi To'xtasin Jalilovga tegishli. Chunki bu asarda bastakorning o'zi bastalagan. Ayrim manbalarda Tolibjon
bu To'xtasin Jalilovga tegishliligini ko'rsatib beradi. Undan tashqari Farhod Shirov ichkarida Qo'rg'onda Maksim Gorkiy nomidagi Farg'ona viloyat musiqali drama va komediya teatrida ilk marotaba sahna yuzini ko'rgan bastakorda tashrif qog'oziga aylangan asar Tohir va Zuhra musiqali dramasi 1939-yilda sahnada qo'yilgan. Ya'ni u paytda teatr bosh rejissyori Mamadali Haydarov tomonidan o'sha paytda Farg'ona viloyat drama teatrini rejissyori Gabriel Abdulov tomonidan mahorat bilan sahnaga qo'yilgan. Bevosita To'xtasin Jalilov shu Farg'onaga kelib 9-yilda shu asarni mahorat bilan qo'ygan. Keyinchalik Osman yonidagi o'zbek musiqali drama va komediya teatrida 2000 marotaba ortiq marotaba hozirgi kunga qadar ijro etib sahnada ijro etiladi. Boqiy muhabbat dostoni musiqalar bilan birlashib abadiyatga muhrlangan. To'la Muborak qo'shig'ini biz Tohir va Zuhra musiqali dramasi uchun maxsus yozilgan aytsak bo'ladi. Chunki bu asarda eng yurtdosh hisoblanadi. To'la Muborak qo'shig'i o'zbek to'ylarini gimniga, martiyasiga aylanib qo'ygan qo'shiq bu. Uning ilk ijrochilari Mamadali Dadajonov va Yulduzxon Dadajonovlar. Hech bir o'zbek to'yi bu qo'shiqsiz o'tmasa kerak. Chunki bu qo'shiq bastakorni yana yuksaklarga ko'targanligi bilan ancha o'zgaradi. Undan keyin qator musiqali dramalar nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrida qo'yilgan Qurbon Ma'rufda, Ro'mda, O'zbekiston qilichi, Hammonlik musiqasi, Nurxon, Asrlar, Orzu, Alvomish, Nurxonli, G'unchalar, Navbaho, Tohir va Zuhraning ikkinchi varianti, Surmaxon, Farg'ona hikoyasi, Ravshan va Zulxuno, Armug'on, Xolisxon yoqib paranji sirlari kabi asarlarga ko'rinadi. So'nggi asarlari hisoblangan Gulbar Ma'ruf musiqali dramasini yakuniga yetkazish bastakorning 3-farzandi Dehqonboy Jalilovga ishonib topshirilgan va mana shu asar To'xtasin Jalilovni eng so'nggi asarlari sanaladi. So'nggi yillardagi tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, To'xtasin Jalilovga tegishli hujjatlari, fotofonni, video yozuvlar, O'zbekiston kino fotofoni arxivi, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi arxivi, O'zbekiston kompozitorlar va bastakorlar uyushmasi, Alisher Navoiyning ilk monarxik materiallar ustida tinimsiz izlanishlardan amalga oshirib keldik. Xususan bastakorda yana bir so'nggi asarlarni topdik. 1966-yilda Ahmad Bobojon asari asosida Go'zalxon musiqali komediyasini yozgan. Bu Madaniyat vazirligi arxivida saqlanib kelinadi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi San'atshunoslik institutida fonetikasida To'xtasin Jalilov va uning turmush farzandi Obuchi To'xtasinga tegishli audio yozuv bor. Bastakor To'xtasin Jalilovning ijrolari grammatik tarafilarga ham muhrlanganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari aynan Tohir va Zuhra musiqali dramasini opera varianti Boris Grosin bilan 49-yilda, ikkinchi taqrir 55-yilda, undan keyin 3-taqrir bilan Alisher Navoiyning Davlat akademik teatrida hozirgi kunga qadar namoyish etib kelinmoqda. Undan keyin Boris Grosin bilan aynan Tohir va Zuhra musiqali dramasi asosida Boqiy muhabbat tarixini aks ettirilgan bir muhabbat tarixi nomli opera balet 1976-yilda teatr sahnasida namoyish etilganligini keltirishimiz mumkin. Sozanda sifatida To'xtasin Jalilov aynan Rijak cholg'usini mukammal ijrochisi. Dudo, tanbur cholg'ularini mahorat bilan ijro qilgan. Yana Rijak cholg'usini ijro amaliyatiga olib 20-30-yillarda bu ko'rinadi. Undan tashqari Andijon xo'jalik ijrochilik maktabi asoschisi sifatida Farg'ona vodiysida Andijon xo'jalik ijrochilik maktabi bor. Bu ijrochilik maktabi Farg'onaning so'zlar ijrochilik an'analarini ta'sirlash kerakligini bilan ahamiyatlidir. Ustozning sozandalik bastakorligiga 100 dan oshiq nevara chegara shogirdlari bugungi kunga qadar o'z faoliyatini davom etib kelmoqda. Birinchi shogirdlari bu Andijon Toshmatov, Komiljon Jabborov, Jo'raxon Sultonov, Namijon Hasanov, Saidjon Karonov, Bo'lonjon Hojiqulov, Xolxo'ja To'xtasinov, Salohiddin To'xtasinov, Fahramon Komilov, Tursunboy Jo'rayev, Abduhoshim
Ismoilov, Ahmadjon Dadayevlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Hofiz sifatida bastakor To'xtasin Jalilov 10 yoshligida yoqimli ovozi bilan vodiyda tanilgan. Ijro dasturi Farg'ona ashulalarida maqom namunalari hamda mualliflik asarlarini tashkil etadi. O'zimizni shaxsiy arxivimizda saqlanayotgan mualliflik asari Dovul ashulasini, undan keyin Halima Nosirova bilan birgalikda ijro etilgan muallifni Dulsara musiqali dramasidagi duetni aytishimiz mumkin. Bu bastakorning o'zining ijrosida yozib olingan. Dirijor sifatida To'xtasin Jalilov musiqali dramalarni orkestrga o'rganishga o'rgatishda albatta o'zi dirijorlik qilgan. Muqim nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatridagi faoliyati va boshqa teatrlardagi faoliyatini yorqin misol bo'ladi. To'xtasin Jalilov tashkilotchi sifatida Andijon viloyat musiqali drama va komediya teatri asoschisi, musiqa rahbari sifatida Muqim nomidagi musiqali drama va komediya teatrini poydevorini qo'ygan asoschisi sifatida musiqa rahbari, badiiy rahbar sifatida umrimizni yakuniga qadar xizmat qilgan. Filarmoniya boshidagi 99 nafar so'zlanmadan iborat barcha turlari orkestrini asoschisi, tarkiban orkestr, ijro usulidan Muzon ansambli sifatida gavdalanadi. Targ'ibotchi sifatida 1923-yilda O'zbek san'atkorlaridan Moskvadagi Butun ittifoq hunarmandlar ko'rgazmasi, 24-yilda Muqdom G'oyobov tuzgan davlat etnografiya ansamblidagi konsert truppasi bilan faoliyati, 25-yildagi Parij Dunyo zebziyan san'at ko'rgazmasidagi, 1927-yildagi davlat etnografiya ansambli bilan Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryoda shu yilning bahorida Moskva, Leningrad, Baku, Qozon va Ufa shaharlarida ijodiy gastrollarga borib, o'zbek milliy kuylarimizni, ashulalarimizni taqdimot qilishdi. 1935-yilda iyun oyida Londonda o'tkazilgan Jahon raqs festivalida ittifoq raqqos-raqqosalari, ularga ijro qiluvchi sozandalar qatorida qatnashadi. Bu yerda Kamolxonim, Usta Olim Komilov, mohir sozanlar Naychi, Abduqodir Ismoilov va Jak Basta To'xtasin Jalilov bilan oliy o'rin Grand Prix sohibi bo'ldilar. 37-yilda O'zbekiston adabiyot va san'at vakillari bilan Moskvadagi birinchi O'zbek san'ati adabiyoti dekabrasida, 51-yildagi Moskvada o'tkazilgan O'zbekiston adabiyoti san'at o'yinligida faol qatnashdilar. Jamoat rahbari sifatida 7-chi bu kasbiy sifat deputat sifatida 1946-yildagi ittifoq oliy kengashi deputat etib saylandi. 8-chi ustozlik sifatida 100dan ortiq nevara, chevara shogirdlar. Hozirgi kunda bu an'anani Tursunboy Jo'rayev, Abduqoshim Ismoilov, Ahmadjon Dadayevlar davom ettirib kelmoqda. Endi 9-chi sulola sifatida To'xtasin Jalilov 6 nafar farzanddan 5tasi musiqa san'atidan ketgan, ya'ni o'zbek musiqa madaniyati tarafida, o'zbek musiqa san'ati tarafida o'chmas iz qoldirgan Jalilovlar sulolasi asoschisi sanaladi. Xolxo'ja To'xtasinov o'zbek musiqa san'atida o'ziga xos ijrochilik yo'li bilan, bastakorlik qalami bilan hozir biz beshikka aylagach ashulasini o'ziga Xolxo'ja To'xtasinovga haykal qo'ydilar. Bu asar judayam o'zbek bastakorligida noyob asar sifatida gaplanadi. Uni qalamiga mansub bo'lgan Xoliston, O'ztopon, Maqdona Muhimiy, Karmanlarning ish bilan o'ylashman, Solihning Bishon kabi asarlarga musiqa bastalaganligi, bastakorlik asarlari, Qora ko'zlar, bilib bo'lmas, aylagach, Erchekmas, Tobonam, Oling, Gardishi davron, Maqtatyoq qiz kabi ashulalar, qo'shiqlar shular jumlasidan. Xolxo'jaga biz bilmagan yana bir qislatlari Muratulloh Shoshmuhammedov nomidagi Toshkent Grand Prix uyushmasida o'zbek bastakorlarini, kuylarini, bastakorlik asarlarini, umuman musiqa meros namunalarimizni grand dasturlarga yozilishda juda katta hissa qo'shgan. Ana shu uyushmada musiqa muharriri sifatida uzoq yillar faoliyat olib borgan. E'tiborxonim Jalilova bastakorning to'lg'ich qizlari o'zbek musiqali teatr sahnasida ilk namoyishlardan biri sanaladi. Bu bastakorni sahnaviy asarlaridan, musiqa sahnaviy asarlaridan Tohir Rasulbada, Zuhra, Mavlono Muqimiyda, Obida, Nurxonda Nurxon, Ravshan Nazarxonda Hukumon, Quranchi sirlarida, Xoliston, Yunus yoqidagi qator musiqali dramada faqat bosh qahramon rollarida Mahmudjon G'ofurov bilan birgalikda
rol o'ynashgan. Salohatjon To'xtasiyev ikkinchi farzandlari bastakor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, sozanda, birjakchi, Ustozzoda san'atkor, o'zbek bastakorlik ijodiyotida G'ayrimanov degan nima bor, uslub bor, ijodiy uslub. Ana shu uslubni asoschisi Salohatjon To'xtasiyev sanaladi. Xalqo'sha To'xtasiyevda ham, To'xtasin Jalilov ham shuna alomatlari seziladi G'ayrimanovda. Salohatjon To'xtasiyevni afsona emas, Munis ona, Habibiy she'riga ona rivoyasi, mehribon bo'lib keldi kabi asarlari shular jumlasidandir. Uning rafiqalari turmush o'rtog'i Rayhon To'rayeva 60 yilga yaqin Muqimiy teatrida faoliyat olib borgan. 4-farzand Xolidaxonim Jalilova o'zini betakror ovozi bilan o'zbek va tojik san'at tarixida yorqin misol bo'lgan. Tojikiston Respublikasi san'at arbobi Sadriddin Ali nomidagi san'at bilim yurtida akademik xonandalik vokal darsida talabalarga dars berganlar. U kishini ikkita qizlari Fatima Zuhra xola mohir fortepiano ijrochisi sifatida faoliyat olib borishgan. Dehqonboy Jalilov to'g'risidagi gapiradigan bo'lsa, 20-asr musiqa madaniyatimiz rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan o'zbek dirijori, kompozitor, bastakor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Dehqonboy Jalilov o'zbek musiqalik drama durdonalarini avvallar asragan, milliy ruhni saqlab, zamonaviy musiqa asarlarida o'rinli foydalanishni targ'ib qilgan, o'zining yaratgan asarlar bilan yuksak darajadagi talabchan ijrochilik bilan o'z davrining ajoyib san'atkorlari bilan qariyki 1960-yildan umrini so'nggi kuniga qadar Maksim Gorkiy nomidagi Farg'ona viloyat musiqali drama va komediya teatrida bosh dirijor, bu insonni birinchi va oxirgi dirijor deb bilaman. Bu yerda adabiyot ustullari To'xtasin Jalilov, Farhod Shirin, Komil Yashin, Muzaffar Muhammedov asari, Muhtarar Shakir Dilorom operasining opera varianti, Sulaymon Bakovning Maysaraning operasining opera variantini ilk marta shu teatrda qo'ygan. Hech qaysi respublikamizdagi musiqiy teatrlar operalarni sahnalashtirmagan. Dehqonboy Jalilovning tashabbuslari bilan shu ikkita katta operalar teatr sahnasida qo'yilgan opera varianti. Bundan tashqari o'zini qalamiga mansub bo'lgan Izzat Sultonning Noma'lum kishi, Hamzani Xolisxon, Ibrohimovning Qishlog'i, Terezaning tavalludi, Komil Yashinning Mashrab sahna yuzini ko'rmagan asarlari, musiqali dramalari, bolalar uchun Zafar va Qur'on musiqalariga, ovoz va fortepiano uchun Kamtar so'ziga sevganim romansi, 50 dan ortiq kuy qo'shiq ashulalarga musiqa bastalandi. Xususan Andijonning san'atkor qizga yangi yerlar ikki qismdan iborat joyda fortepiano uchun Farg'ona tomoniga kuyi, yallar, uzoq vaqt bir ko'rib, ona qalbi, san'atchi qiz yod tutib so'zlasa, etmak ko'p zor o'rgilay, sog'liq tadbirkorligini, vafo qarori bo'lsa, o'ylarimiz O'zbekiston yor qilmadi, zamonan ko'nglim mening. Qiziq holat shuki, To'xtasin Jalilovdan ayolimizni eshitgan hozir to'ylar muborak qo'shig'i bilan Dehqonboy Jalilovni vafo qarori bo'lsa degan qo'shiqlar, ashulalar bo'ldi. Ana shu ashula vaqtlar, zamonlar o'tib topishdi. Agar to'ylarni eshitgan bo'lsak, to'y bo'lsa har chamanda, vazmin uylari bo'lsa, kelin bilan kuyovni vafo qarori bo'lsa degan misralarni eshitamiz to'ylar muborak. Ana shu misralar Dehqonboy Jalilovga mansub vafo qarori bo'lsa ashulasini sintezlashgan, ikkita qo'shiq sintezlashgan variantida ko'rinadi. Bundan tashqari Farg'ona viloyatidagi 9 ta tumanda havaskorlik jamoasini tashkil qilgan Ispaniyalik Solih va Solih, Anor, Quvada, Toshloq, Obod, Uchko'prik, Beshariq yaqin tumanlarida tashkil qilgan badiiy havaskorlik dastalari ham ashula va raqs dasturasi degan sharafga ega bo'ldi. To'xtasin Jalilovning musiqali dramalaridan parchalar asnosida qo'shiqlar dastasi birinchi kitobini tayyorladi va 1989-yilda birinchi kitob nashr etildi. 6-farzand Termon Jalilov bastakorning kenja farzandi, muhandis bo'lsa ham, lekin
sana ishlamanda, musiqa ishlamanda inson bo'lib, o'zini shu otasidan musiqaga rag'batlangan shulardan yod bilganligi bilan javobimiz diriyor, Jamol Arbobov, pedagog To'xtasin Jalilov va uning sulolasi 20-asr O'zbekiston musiqa madaniyati tarixida o'chmassiz qoldirilgan. Bastakor nomli farzandlar yaratgan Jurdonlar saglari ko'p asrlar mobaynida xalqimizga labbay xizmat qilib abadiy yashashni ishonaman.